بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الذي وعد به على لسان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ألف لام ميم ذلك الكتاب bu ayetki zelikel kitap yani Musa ve İsa aleyhisselamlarının tili bilen vaadi kılıngan kitap aş kitap demek. Bu vaadi kılıngan degan yani bunun keniminde Muhammed peygamber kıldı, bunda kitap kıldı demek. Ular ve kanu yastaftihuna min qabl. La bunun keniminde peygamber kıldı. Biz peygamberi erkşep edip onu vermezdik mi? Müşriklerle qilsa ahli kitaba, Medine'deki ahli kitap mesela. Kuruşkan çağda aşında qo'rqitdi bunu. Ular aslida shu Rasulullahning evatilishiga muyassar bo'lib, muloqot bo'lib, iymon etishga borganim Hijazga. Müşriklar urushib qolsa, ahli kitap aşında tahdid solgan shaklda dedi ki, bizga payg'ambar evatildi, biz payg'ambarimizning bayroq ostida hammani qirib tuydetma, qildirmaydi to'xtatdiringlar. Yani ki mübarek kılıngan demekçi. Yani Ahmet'te peygamber kıldı yani ki onun Kur'an kitap bunların mesela şimdi vaadi kılınıp ketken demekçi. Zelikel kitap diyen aşu Musa İsa Aleyhisselam'ın tili bilen vaadi berilip ketken aş kitap demekçi. Kur'an murat mı oldu? He? Hazırki müştefsirden de vaadi kılıngan dese Kur'an murat. Ev zalike işare ila elif lam mim. Ya ki başta elif lam mim dedi o. Bu elif lam mim surenin ismi dedik ya ki bu nasıl tefsirini de baktık. Elif lam aşo demek çiken. Elif lam mim aşo hakiki mükemmel noksansız kitap doğru yani. İşare Ya azın o zalike degan nimaga ishorat? Albatta jiraq ishorat mı? Zalike asli jiraqqa. Ma hada hadihi bu yaqinga. Son bu desek yanılama atılması dal çıkmaydı. Ki mezmun taraftan yani bu çıktı. Ama atılmış taraftan zalike diyen sonra ataytın işletti mi? Tazim bulduğun var mı? Evet, sen tazim, onun mertebesi yukarı, şanını kötüreş. Ma taraftan faydası var mı zalike diyen? Yani şu mana. Bunday koysun. Ya ki belki emiz çıkmamığa bak olsun mümkün. Yani Allah'ın huzur doğan diken son ağaç da gösterken olsun mümkün. Bir kısmı şu, bir kısmı şuna bak. Ve innema zukira ismul işara. Hem zalik dedi. Ne için tilk ediminde müzekker keldi. Vel muşaru ileyhi muannas. Emniyette bu elif lam mim işaret desek. Elif lam mim bu muannas dedi. Surenin ismi dedik o. Bu tefsiri asasen bulardan geldi. Bu sureye muannas tutsa. Ne için müzekkerini işaret keldi de. Lennel kitab in kana haberuhu kana zalika fi ma'nahu. Çünkü zalikel kitab demekçi olsak zalike mubtadası kitab haber desek yak elif lam mubtadası ma'lul haberi degan takdirde kana zalike fi ma'nahu. Yani aşu sure şu kitabın manasında. Çünkü kitap diyen sureden terkip tapqan demekçi. Ve musammahu musammahu. Yani onun ki hakikate bunun hakikati şu. Fecaze idra hukmihi aleyhi bit tezkir ve ta'nis. Onda olgun bula orada. Ve in kana sıfatuhu hem de bu haber emas süpte desek şu el kitab diyen söz sıfat deb qalsak fel işara bihi ilal kitabi sarihan. Bunda kitabın özge aniq işaret qilgan bo'ldi. Zalikel kitab. Başlıksa kitap haberi olsa dedi. Zalike el kitabı. Zalike mubtada el kitap haberdek. Yaki elif lam mim mubtada. Zalike el kitap haberdek. Bundan. Yani süptü olsa dedi. Zalike diyen haber deyip el kitabı desek aşı elqi yazılgan aşı maktub. Aşı kitap da bunda süpetlemek olsa fel işare bihi ilal kitabı sarihan. Demek kitabın özge aniq işaret kılışını bildirdi dedi. Yani ismil işare müşarun bihi ilal cinsil vaqi sıfatan lahu. Demek bu yerde muşi i'rab boyunca ismi işaret sıfat olab kelgan cinsga işaret kılıştı ibarettir. Mesela bir misal veripti. Hindun zalikel insan. Hind şu mana hakiki insan cuma deb qo'ysa, yani bu insan cinsi muşanda gevdilengendek. Anda kitap cinsi muşanda gevdilengendek. Ev zalike şahs faale kada. Şu adam, şahs bunda qildi cuma degan. Demek bu yerda cinsini ko'z tutgan demekçi ekan. Cinsini ko'z tutgan bo'lsa Uyg'urchaning buldandı zalikel kitap degan. Kitapning turini hozir bekitmoqchi edi. Kitapning turini, cinsini bekitib qo'ymoqchi edi. Va shu ta'lif zalikel kitap ma alif lam mim. Endi
Zalkel kitap diyen ibare bilen elif lam mim'nin ikkisini qurashtirgandiki terkibi i'rabiga qarayli. Eğer in ju'ilat elif lam mim isman lis-sura. Bu bir isimte, surenin ismite deb bunda tafsir verip qalsa, en yakun elif lam mim mubtada. Bu çal elif lam mim mubtada oldu. Zalike ikinci mubtada oldu. Vel kitap haberu. Yani zalkel kitap bu mubtada ve haber. Yani bu mubtada haber ikisi birleşip durup zalikenin haberi. Vel cümle haberun lil mubtada'l awwal ve ma'nahu enne zalike huvel kitabul kamilu keenne ma adahu min el kutubi fi muqabalatihi naqisun. Aş kitap bana hakiki mükemmel kitap. Ama onundan başkaları çoğu kemtok diyeni bildirdi. Kema tekulu huver racul el kamilu fir ruculiyye. Yani mesela oğal bol diyen muşu cumadır. Oğalın hamması muşulam, başta oğal olamaz. Yani oğul bolluqta, erkeklikte mükemmel diyende. El cami'u lima yekun fir rical min mardiyatil kısal. Kişilerde bulungan en isil hisletlerini toplayan kişiye demekçi. Mardiyat yani başkalar razı olduğun hisletler. Ve yekune elif lam mim haber mubtada mahzuf. Yani manda buluşu mümkün değil. Elif lam mim bu haber. Mubtadası mahzuf. Yani hadihi elif lam mim. Demek bu bir cümle oldu deydi. Bir cümle tükep oldu. Elif lam mim desek bir cümle tükep oldu. Hadihi elif lam mim diyen buldu. Tükedi. Hem de zalikel kitab ise bu bir cümle. وإن جعلت ألف لام ميم بمنزلة الصوت إذا غاق تدقه غاق تجيني وخشش برخل آواز بو استمامات ياكي باشقى برسوزمس تبقى الغن تقدر كان ذلك مبتدا خبره الكتاب وشغدا بو آواز مبتدا oldu haberi kitap bu. Bu adır mubtada kılıfta avazını yapırdı. Ay zalikel kitabul munazzelu vel kitabul kamil. Nazil kılınan aş kitap hakiki mükemmel kitap şudur. La raybe, la şekke. Şek yok. O masdaru rabani iza hasala fihi raybe. Bu asl rabe ya da azın mafulun bi'lenmede akılıp dapakan ibare sürüyordu. Rabani keza ve keza iza hasala fihi raybe. Şek peyda olqasın konunun şek peyda olqal dendi. Ve hakikatur raybe asl raybenin hakikati nima? Halaqun nefsi ve tirabuha. Bir aramlık. Tunal bir aramlık. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة. Aslı bu raybe diyen sözünün tek sürüştü kıysak, bunda könal bir aramlıkını bildirir. Şek olanın könal bir aram bulup, ya undamaki ya undamaki de bir aramlık oldu. Mukim hatırcam bulamaydı. Demek ki bazı yerde bunu şekle tercüme kıysak, mesela muhadis okşaş, qo'lashmaydi. Asli tigi ma'nosini aytishimiz kerak. Shekul rayba farqi ne? Shekul rayba ikkisi yaqin, lekin bu yerda bearamliq deb tarjima qilish kerakmi hadisda? Ya'ni şu bearamliq bo'lgan vaqtda nima bo'ldi? Shu shek bo'ldi. Shek bo'lg'achqa muqim bir qara yoki bir nimada turanmagan ekan, shu bearamliq bo'ldi. Asli tigi shu. Bu yerda hadisda sen sheklangan narsani qo'yib, sheklanmagan narsani qiygan. Çünkü şek degan ko'ngil bearam bo'lishdan iborat. Ko'ngil xotirjam bo'lgani rasullar ammatning tigi ma'nosini keldi. Mala yuribuka degan chitoma fayna shekelgan hadismi? Ya oyga shuni. Oyga bu bir rivoyat. Bunda ortiq kelgan rivoyat bor. Oygida mala yuribuka yoki mala yaribuka. Buxoriydagi nimasi yaribuka ekan. Da ma yaribuka ila mala yaribuka. Raba yaribu oldu. Bunun başqa bir rivoyat bu yuribuka. Araba yuribu. Arba'un aviyat şu an bakın onda yuribuka. Müslim'in namus. Ay fe inne kevnel emr meşkuken fihi mimma taqlaqu lehun nefsu ve la testaqil. Konumuzu bir işqi şeklini qalsa, konumuz qanday oldu? Bir aram bo'ldi. Muqim xotirjam bo'lolmay, sal dakki-dakki qalamiz. Demak bu rayba degan so'zning haqiqiy ma'nosi shu. Ve kevnuhu sahihan sadiqan mimma tatmainnu lahu ve taskun. Ras bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, ko'ngil xotirjam bo'ldi shunami? Va minhu raybuz zaman. Bunda yani raybuz zaman degan so'zmi o'shandan kelgan dedi. Raybuz zaman, raybul manun deymiz-ku. Zamonninki bir aram qildigan hodislari va huwa ma yuqliqun nufusa va yashkhasu bil qulubi min nawaibihi. Nawaib degan baloyafat musibatlari. Demak shu zamonning hamda baloyafat musibatlari ko'ngilni bir aram qiladi.
تخلق النفوس ويشخص بالقلوب بومو بأرم قلدودين بأرم قلدغان ناسل أكل دو دمج وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق ريبنا استغراق شكل ده نفي قلد يعني لا ريب فيه ديان شك شبدن كان قلت من دا bir nasim bu yerga yo'liqib qolmaydigan kichikkin bir nasim yo'q faqat zodi agar buning ba nasim qolsin o shak emas bu yoki shak qilinish kerak emas bu kitobda لا ريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه كثير يعني demek istigraq bilan jinsning nasimizning qildiqo yani kichikkina bir shakmi buningga yo'liqib qolmaydigan demak وقد ارتاب فيه كثير endi bu shak yo'q buningda shak kelib qolmaydi dedi amaliyotda bu nurg'un kafirlar shak qildi buningda bu shak yo'q desa bunday shak bo'laversin bu nimaga لأن المنفي yani nafiqigini shak yo'q deganniki mushalik shak nima كونه متعلقا للريب ومظنة له يعني aş Kur'an-ı Kerim reybga hech qanday chetishlik yo'q. Bu da gumon kelib qoldigan narsa emas asli. Lekin bu kafirlar gumonlatdi buni. Amaliyotda bu gumonlanadigan narsa emas. Shunda bir ochiq, haqiqiy bunda rasullik iborat deydi. Mazanna degan shuning o'rni. لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان çünkü onun rasullik dalalat qilishdan delilning uch qo'lashdan bihaysu la yanbaghi li murtabin ay yaqafi ochiq shunda deliljaatning pakchatning bunda kuchli tursa bu shak qildigan odam bunda shak qilishi asli qat'iy to'g'ri emas. La anna ahadan la yartafu. Bu degani hech kim buni shak qilmaydi degan gap emas. Shak qilmaslik kerak asli buningda. Shak qilishi to'g'ri emas degan ma'noda. Wa innama lam yaqul la fihi raybun. La fihi raybun demadi. La rayba fihi dedi. Mesela oyatda la fiha g'awlun degan. Mana o'xshash bunda iboratning bu ikkisining farqi nima deydi? Li annal murada fi ila'ir raybi sarfanna. Çünkü bu şeyde iradır raybi deydi mi? İradır raybi ba'da harfin nafi. La diyen harfi nafi ama andın raybına gelsek la'din killam raybi diyen sözünü işletti diyen oldu. Adım eğer ila diyen müşteri hata mı gideyim mi? Bu veliye yeli deyimiz bu. Bana aklım ekeldi deydi. Ya da istatba'a demek için yani aklın ekeldi deydi. Peki o evladın onda aklın ekeldi çıkmaydı. Bu sel Arap dilini düşmeydiğin söz mü ya bir hatalık var mı onda? Ya biz çıkmaydiğin söz mü? Bunda masdar çıkmaydı. Akıdın ekeldi diyen. Ya irad deyimiz buna. Ya itba' deyimiz. Yani la din killam raybine ekliştin maksat deydi. Nefir raybi anhum. Yani şekni nefi kılışadı. La raybe degandin şekni nefi kılış. Ve itbat ennehu hakkun la batıl. Yani bunun hakikini batıl emasligini ispatlaş. Kema yazumul küffar. Kafirlar deb turvağandak bunda emasligini ispatlaş. Velev evla zarf. Yani evla deb ketdi. Belki evlani qamusda izlab bakınlar. Belki bu ma'no chiqmaydi. Yani bu yerda maqsad alladin killam nimani keldi azar? Raybdan keldimi, fi'ne keldimi? Birinchisi raybdan keldi. Demak, bunda sen shak qilgandek, shak qilgan narsa emas demang. Shak yo'q buningda. Shak to'g'ri kelmaydi buningga demakchi. Ammo la deb uning oyog'idan fi'ne kelib qo'yishi, la fihi raybun desa, va ikkinchisi. Walau awla zarfa degani, aqidlam, o'sha avla degani Anın la'nın aqidillam zarfni akasi yani fi'ni akasi demek. Walau awrada yoki atba'a az-zarfa la ba'da anil murad. Bu chaqda maqsad qilmoqchi bo'lgan mush mazmundan jiroqlashib ketgan bo'ladi dedi. Huwa anna kitaban akhir fihi rayb. Yani ma'nında shak yo'q dedi. Ma'nında shak yo'q degani ma'nında yo'q, anında bo'lishi mumkin degan. Lekin bu yerda hozir ma kitobdillah shak yo'qligini boshqa kitobda shak bor, bundan o'qimoqchi emas. Zaten mush kitobdan shakning yo'qligini nima qilmoqchi? Maqsad shu. Hali boshqa kitoblar bilan munosabatimiz yo'q. La rayba fi deganda. Kama fi qawlihi ta'ala la fiha g'awlun. La fiha g'awlun degan bu jannatda undaq aqlni bulab ketadigan narsa yo'q degan. Lekin dunyoda bor, dunyoda aroq ichsa aqlni yo'qotadi. Jannatda ichib qolsa aroq va kazani bu aqlni yo'qotolmaydi. Yani unda yo'qotish yo'q demak. Jannatdan nafi qilyotdi. Lekin dunyodagi undan nafi qilmoqchi emas. La fiha g'awlun tafdilu khamrul janna ala khumurud dunya. Jannatning aroq sharoblarini dunyoning aroq sharoblaridan afzal qilib ko'rsatishdan iborat. Bi annaha la taqtal uqul. Aqlni yo'qotmaydi. Ma dunyodagi aroqlar yo'qotayotgandek. Wal waqfu ala fihi wal mashhur. La rayba fihi. Mushu mashhur to'xtash usuli.
Ve an Nafi' ve Asim bu iki qariden kelgan rivayette ennahuma vaqafa ala rayb. Zalikel kitabu la rayb. To'xtab. O çağda fihi hudallil muttaqin deb ayda onun da hidayet var deb bunda mazmun ketdi. İkisini bir çoğun to'xtash kerak ekan. Eşkinin bir yer to'xtasa, 3 kitob bor. To'xtasa bo'lmaydi. Ikkining belgisi, ikkining birisi to'xtaysa. Ikkisi vaqtli ya, ikkisi vaqt qolmaysa. Ya onun ya bunun to'xtash kerak. Wala buddal waqif min an yanwi khabaran. Demak, mishada to'xtagan taqdirda xabardan bizni taqdir qilish kerak. La rayb deb to'xtagan kishi xabardan bizni taqdir qilamiz. Va taqdiru la rayba fihi. Taqdirimiz la rayb fihi chiqadi. U mafihi uning amal emasligida raybi to'xtasak. Uni emas. Fihi hudanga munosabatli. Buning hidayat var degan bunda. Fihi hudan. Fihi degan so'zni fihi ya'ni bi ishba kullaha an makki. Demak, mishadiki fihi hudan deb bunda o'qibdi Makkiya. Bizning o'qishimiz fihi huda. Endi so'zmaymiz yani. Shu o'qib ketamiz. Hech kerakga so'zmaymiz. Wa wafaqahu Hafsun fihi muhana. Fihi muhana degan mushada Hafsmo ishba qilib o'qishga ma'qul kelgan. Lekin boshqacha fihi deb lamada tiz o'tib ketadi. Wa huwa al-aslu ka qawlika marartu bihi. Wa huwa degan nima? Al-ishba wal asl. Masalan, marartu bihi. Bundalam ketmaysa, ichkariga so'zsa buni. Va min indihi va fi darihi asqadijo. Va kama la yuqalu fi darihi va min indihi deb bunda deyilmagan degan, o'chada fihi deb bunda demaslik kerak. Asqadi bo'yicha. Bu xuddi hozir men nimani tarjih qilganda ko'rilayotamdi ya bu Makkining qira'atini. Wa qala Sibawi debdi. Sibawi kim bu? Al-Kitobning muallifi. Bu Farsi. Lekin bu hamda shu Shayxun Nuha nahvda kitob yozib, unga ismini bekitib, nafaqacha o'lib ketgan bu. O'lib ketgandan keyin uni shogirdim bu kitobni nashr qilib qo'yib, buning ismi shu. Kitobda Al-Kitob deb bilan ayda tonilib ketgan. Al-Kitob desa nahv sarf mushu sohasida, lug'at sohasida shu Sibawining nahv kitobi shu ko'z tutildi. Xuddi ma tafsirda al-kitob desa Qur'on Karim, Hanafi fiqhida al-kitob desak-chu, Muxtasar al-Quduri, Shafi'i mazhabida al-kitob degan boshqa bir kitob. Bunda ko'z tutilgandek bu musahada eng muhim deb qaralgan kitob. Rasman olgan imom Sibawi dars kichik vaqtida ustozdan so'qan chaqsa ajam bo'lgandan keyin lug'at til kelmay kasb tozliq bo'lgandan keyin shogirdlar zanig'iti yo'qga shu achchig'ida o'rgangan degani arablikda o'zib kelganda. Ya shu boshda hadis tugunib chiqqan. Hadis tugunib bir hadisni ustoz o'qib bergan chaqda, ya degan chaqda bir fe'lning birlikda g'aribini demaylam o'qib o'tib chiqqan. O'qib o'tgandan keyin ustoz "Ey, lahni qilib soldim" deb bir qabulab chiqqan. Qabulgandan keyin men zor ikkinchi lahni qilmaydigan zalmishtilni o'rganmay qo'ymayman deb shu chaqda chiqayotgancha til o'rganib, bu qat'iy unda so'zgan chaqda yani o'qib xatolashmaydigan holatda bu chaqda ajamni to'la musulmon bo'lib arab tilini o'rgangandan keyin azroq o'zininki o'zmiliki qilib qoldi emasmi? Endi sizni xato qilgan bunda ishlar bormi? Bu endi o'rganmadi, bunda qattiq o'rganib olim bo'lib ketdi. Lug'atni o'rganda shu arablar furum ishlatgan lug'at nima? Bu zodi shu imom Abu Hanifaning zamonida yashagan odam. Bu Bakkin emas. Bu Halil ibn Ahmad al-Faraydining shogirdi. Kitoblarning muallifi Halil va shuni shogirdi. Sibawi deganning ma'nosi ba'zilar raihatut tuffah deb. Sib degan tuffah, voy degan purqi degandek unda qilib. Bu onasi va olmaning purqi deb akiltamishgan. Sibawi bu rahvay degan yo'lda tug'ilib qolgan bola degandek bunda ma'no kelgandek, yo'lning bolasi degandek, vallohu alam. Bu Amr ibn Uthman ibn Qambar ismi. Haysabı çıksanlar, Kabe'nin alt tarafında, Şari Amr ibn Uthman ibn Qambar deb ko'cha bor. Bir kuni ketib bo'lsam, shu ismi turdi, "Voy bu Sibawining ko'chasi ekan" dedim. Bunda ketib bo'lsam bir mashinada ishkuchadan kelib, "Shari Amr ibn Uthman mushimo" deb mendan so'radim ketib bo'lsa. Men o'zini ko'rgancha o'zim to'liq o'tdim men. Ustozimning menga yo'l topdi. Ismini qo'yguchiman, Sibawiga ismini qo'yish uchun. Endi asli ismini qo'yganlikda. Amr ibn Uthmanning ko'chasi musho. Yapılar Sibawining ko'chasi deb qo'ydim. Uni balki Sibawi bilan munosabati yo'q. Umaydi. Amr ibn Uthmanning kimligini o'qimaydi. O'zining ismi qolganda Sibawiga taxallus. Shu mashhur. Sibawi mashhur bo'lib ketgan. Bu men nima bilan bir munoziralashibdi? Kesai bilan. Kesai
Mesela Mavo Basri'nin Şeyhül Basri'nin Mavo. O Şeyhül Kufiyin. Bu Cafer Mansur'un bir sorunda bu Kufi'ye bağlı bir münazir sorun tuzaptı da. Ve Basri'lik nahvşunas kaptı bir sorun tuzap ya da münazirleşime da sorun tuzap. Bu kisayı ilişki tutun. Qandaq to dese özmas urlaştırıp resmi bedeviyelden Arablıdan 5-10'ını halifenin darvasının tüge misal tuturunlar dep gibi götürüp qo'yapti onu. Lazım bo'lgan chaqirimiz mında deb mında deysizlar. Yani ken şoňlan bu Sibawi kaptı, Kesayim kaptı, halife bütün ehliler yaşamalık sorun tuzap. Amsa munazirni başlaylar. Sen başlamsa sual qo'yasan, men başlayman deganken bu Sibawi sen başla debdi. Amaliyotda bu Sibawi katta olim bo'lganki u arab tilini bek pishiq bildiganimda. Bu Kesayi ishlatib bir so'zni so'radi. Manda deyish to'g'rimi? Arab tilida manda desak to'g'rimi degandan bu manda deymiz, ma deyish xato deb. Sibawi degandan Kesayi qo'pab manda desak to'g'ri chiqdi, manda desak to'g'ri chiqdi. Sen bilamading ma'na deb ana xatolashtirdi. Sibawi ching turdi endi. Osh to'g'ri bo'lgan ekan. Ching turgan ekan, bu unda olsa bu ikkilaning to'g'ri xatosini ayirib qo'yishga bir hakam nima qilamsa. Bunu kim obdan bildi sa'sha? Arab, Badaviylar. Hech qanday chet elliklarga, ajamga aralashib boqmayish, Arab planmishda sab yashqa, sahrada yashqa Arabni akilmas. Shu ayirib turdi degan. Voy unda Arab bo'lsa chaqiranglarsa, ma xalifaning darvozasini olib Arab ekan, ashuni nim qilanlar ekan. Arabni achir ekan. Ichigan ekan, bu Arablar Kesayi bichib qo'ygan shaklda Sibawinikini xato. Bizning tilimizda manda desak bo'ldi, manda desak qamlashirdi degan ekan, bu yerda Sibawi yengilgan bo'ldi. Chunki Arabning so'zi hujjat, til egilari shu. So'ngan bu yerdan so'rini chiqdi ekan, lekin Sibawi shu chaqda uqib qoldi ekanda. Mayli ishlatdi mana. Bu o'rlashtirib qo'ygan ekan. Bu esa Arablar har kuzunda bu manda desak to'g'ri bo'ldi, manda desak to'g'ri bo'ldi demaydi buni. Chunki Arabning tilida unda emas. Bu keskin bilgan ekan Arab tilini. Mumkin emas bunda Arabning da deyish deb kim bunun golligini uqtilib, bu ilmiy sorunga bu yil ishlatdi, andın mag'lub bo'lgan bo'ldim deb va hasratda o'lib ketdi. Yani o'lib ketishning sababini hatto o'sha hasratda og'rib qolib o'lib ketdi deb qaraydi. Mana burun qilish bo'lmoqligini so'rasa, buloqning ma'nosini bilmayman, quruqdan qarasa, qurg'oq simindan quruq chiqib turdi bu ma'noning buloqatini deydi. Qaysi bir lug'at qilsa, haqiqatan jangallik to'g'riqning shayxi ismi ekan deb. O'sha ishtiqoqning kabir bo'yicha degan nima? Sibawi. Bizga bir xil tarjih qildi shunami? Nimaning so'zini hujjat shaklda mana deb ekaldi. Ma qalahu muaddin ila al-jam' bayna thalathati ahrufin sawakin. Bu hafsning degini, hafsning qiraatida fihi degini. Bu 3 sakin harfni aqaqini tizib eklashdan iborat deydi. Al-ya qabla al-ha wal-ha hadin ilgari ya va shunami? Fi degan. Undaki hana keldi. Fihi degan. Endi ha nima uchun sakin bu kasrog'o deb tursa, Sibawi nima ekan? İzil ha'ul al-mutaharrikatu fi kalamin bimanzili sakin. Arab tilida bu mutaharrik ha sakin ha'ula o'xshash. Bu mu sakin bo'ldi? Endi ya sakin bo'ldi, ha sakin bo'ldi. Undan keyin oyog'ida yana ha demisi bor. Degan ekan. Ha? Yedinchi so'zab. Maxfi hadimisi bor. والخفي قريب من الساكن والياء بعدها الهاء خفية dedim. Çünkü bir yerde ma fihi diyendeki ha mahfide. Bu nima o'xshaydi? Huruful istifal jaransız degan o'ziga mahfi degan o'xshaydi. Ha? Boshroq chiqdi arab debdi. Wal khafi qaribun min as-sakin. Bu sakinga o'xshash. Demak bu yerda ha nima sakin deyapti. Ya nima sakin deyapti. Endi edin kim bir yava dedi. Fihi yava dedi. Sharif bo'ldi bu uchalasi sakinga o'xshashadi. Demak bunda siz to'g'ri emas demoqchiman. Demak aqrarni tarjih qildi. Fihi hudan degan. Va aqrar kuchlikan emas. Sebebinin müstakilini. Vel huda masdar ala fi'lin kel buka. Bu bir fiilni ifade edilen masdar edi. Yani hidayet yani buka deganga o'xshash. Bunun sigasini vaznini chiqaradi. Va huwa dalalatul muwassilatu ila al-bughya. Bu huda degan hidayet degan nima? Shu murad maqsadga yetkazib qo'ydigan yetaklashdan iborat. Bi dalil vuqu' dalala fi muqabala. Nima uchun bu yerda hidayetni bunda masdari nima deb tushundirdi? Chunki buning qarish tarafida zalolat kelgan. Zalolat kelganga ma'ni hidayet deymiz. Fi qawlihi ulaikallazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Hidayetning o'rniga zalolatni sotib olganlar dedi. Davomga buning o'rni qarama-qarshi bo'lgan ekan,
bu hidayet kendir. Aslidagi oyatda dalolat yo'qdir. Yo'q, boshqa oyatda, boshqa bir joyda 16-oyat mana 16-oyatda Baqara surasining bunda kelgan. Hozir tafsiri Qur'on bil Qur'on musulmon. Bir oyat kelgan, bu bunda kelgan. Va innama qila hudan lil muttaqin. Bu hudan nima tırnaqlashiga erish kerak mi ya? Hudan lil muttaqin deyildi bu yerda. Vel muttaqun muhtadun. Bu taqvodorlarga hidayat dedi. Yani bu taqvodorlar hidayat üstüde. Bu azgullarni yetaklaydigan deyish kerakdi. Lekin taqvodorlarga hidayat dedi. Amaliyotda bu muttaqinlar muhtadunlar bo'ladi. Shunami? Hidayat taqvoganlar bo'ladi. Li'annahu kaqawlika lil azizil mukarram izzatlik ikram qilingan unda birisiga azzakallohu akramak deysa. Yani Allah Taala bundan keyin seni bunda davomlashtirsin. Bundan keyin davomliq bunda bo'lgan degan ma'noda. Turidu talabu ziyada ila ma huwa sabitun fi. Yani taxmu aziz qilayotgaysini deganda. Taxmu ortiq narsa talab qilgandek va uning davomlashini talab qilgandek bo'lsa. Yani muttaqilligi davomliq bunday hidayat bo'lib turguchi, taxmu hidayatni ashug'uchi degan ma'no. Kaqoli ihdina siratal mustaqim buni. Amaliyotda bu ihdina siratal mustaqim deganlar amaliyotda siratal mustaqimni ketayotganlar biz. Bizdan taxmu bakrak hidayatga boshlagan o'sha to'g'ri yo'lning ustida muqim qilgan degan ma'noda. Va li'annahu sammahum 'inda musharafatihim liktisal libas taqwa muttaqin. Endi musharafa degan bunda yaqinlashgancha taqvodorlik libosini kiyay deb yaqinlashgan chaqda muttaqin deb atadi. Muttaqin deb atadi demakchi. Sammahum muttaqin demakchi. Qachon anda musharafatim liktisal libas taqwa. Ka qawlihi sallallohu alayhi vasallam man qatala qatilan falahu salabu. Bu salabuhu ulatı salabahu qarıydı. Salbuhu degan fi'lni deydi. Salabahu degan salab degan o'ljaladigan narsalar, shaxsiy narsalar var üstüge eti, qalqon, qilichi, saati, balvig'i, kemiri va kaza üstü ijtimoga tilla tengilleri belki mesela. Şu narsalarni ilvasi bo'ldi demakchi. Yani aşının narsalarlari aşının bo'ldi demakchi. Ay nersi kerakli degan bo'ldi salablik. Ilinadigan nersi kerakli. Salabuhu? Salabahu. Salabu ismi yani o salbuhu deb masdar emas. Buxoriy sharifda chiqqan bo'ydi. Lekin bu yerga shohid nima? Man qatala qatilan. O'lib bo'lgan, o'ltirilib bo'lgan odamni o'ltirish degan bo'lamdi yoki o'lash oldida tug'an. Yani jangda o'lay deb tug'an odamni o'ttasi degan bo'lamdi. Bu e'tiborim aytsa-ku, shu o'lagini o'tadi degan gap emas. Mesela o'lib bo'lgan odamni bizga yana bu o'ttasa o'tirish olmaydi, yani qoidalikqa qismiyam qilgan bo'lam. Lekin bu yerga maqsad shu jangda, urushgan chaqda birisini o'ttasa degan bo'ldi. Bu o'tgandan keyin bo'ldi, keyin qatil bo'lib ketgan. Demak, be'tibar ma saykun. Oxirda nim bo'lib chiqishiga qarab biladi. Bunda ahvollar ishlatishlar arab tilbak chiqqan. Yani ma yaslubuhu ash-shakhs min al-qatil. Tatbiqlangan o'ljisi. Ve qawl ibn Abbas radhiyallohu anhuma İza arada ahadukumul hajj falyajal fa innahu yamrudul marid. Sizlardan birinlar haj qilay deb qalsa, hajga mangay deb qalsa masalan, ya bu yilkilar yil barama, 3-4 yildan keyin baraman demay, direkt aytsa aldırsin bunga. Chunki keyingi vaqtda odam kasal bo'lib qoladi, ya bir jiddichilik bo'lib baramaydigan ahvol bo'ldi, bog'lanib qolgan bo'ldi ba'zi. Yamrudul marid degan so'zmish shay. Kasal bo'lib qoldi degan gap emas. Bu adam kesel bo'lib qoladi. Fasamma al-musharifa lil-qatl wal-marad. O'lim va kasalga yo'lqay deb yiqilishib qolgan odamni marid va qatil deb atadi. Bu arab tilining qoidasi. Shunda atab hamda hudan lid-dallin demadi, hudan lil-muttaqin dedi. Li'annahum fariqan. Çünkü bu yerda ikki guruh var. Shundami? Birinchi fariqun ulim baqa'uhum ala-dalala. Bir fariq zalalat ustida tug'anligi ma'lum bo'ldi. Ve fariqun ulima anna masirahum ilal huda. Yani bir guruhninki ahirda bulungan ahvali hidayet üstüge berip to'xtaydiganligi. Ve huwa hudan li haula fahasb. Demek şu ikinci guruhga nisbatan bu hidayet faqatla. Bundan başka gap yo'q demek. Falau ji'a bil ibaratil mufsihati an zalik laqila hudan lis-sairina lil huda ba'da ad-dalal. Agar mush demakchi bo'lgan ma'ni biz boshqacha bunda ifodalashmoqchi bo'lsak, yoki Qur'on Karimda demakchi bo'lgan bo'lsa, bunda deydi. Hudan lis-sairina lil huda ba'da ad-dalal. Azg'ullikdan keyin hidayetga boradiganlar, ahvol hidayet o'zgardiganlar
Allah'a hidayettir diyen buldu. Fahtasaral kelam bi icrahi ala tariqatillati zekarna. Demek biz yukarıda zikredilgan usul boyunca aşı sözünü kısalttık dedi. Bu balagatның bir usulü. Faqila hudan lil muttaqin. Yani demek bir şeyde kısaltıp lan muttaqiliğe hidayettir dedi. Ma anna fihi tasdiran lis sura allati hiye ula zahrawayn. Yana muttaqin diyen sözünü yani işletişten yani bir faydası. Zahrawayn deb atalgan ikki suraninki birini beşi de muttaqin degan so'zni elde deydi. Beshiga keldi. Bunun bir alaylik var deydi. Yani bu muttaqinning hozir nimasi ko'tarib ketdi. Manzilisi Zahrawayn degan qaysi sura? Al-Baqara va Al-Imron. Nima? Zahrawayn nima uchun Zahrawayn deb ataldi? Zahra degan ma'nosi nima? Zahra degan chechak. Jannatul Azhar degan nima bo'ldi? Chechaklik universitet degan bo'ldi. Nurluq diyen bu. Bu Zahra Arap tilida şu. Azhar degani nurana. Bu Zahra de Fatime radıyallahu anh'ın tahallusu bu. Lakab deyli bunu. Lakab. Lakab degan madh zam buldamazmı? Zahra nima uchun balkim Rasulullah'ın şu nurdan bir parça degani nuran deb nim qilgan bo'lishi mumkin. O Fatime'nin şunal çıkıp o Fatime'nin Ya şu Rasulullah'ın qiziga nisbatan bo'lar Şialik nusi var mı Fatime'nin? Aşınga nisbat bir vaqaldı. Devletul Fatimiyin. Bu şeyanın bir taifisi bu. Zahra degan Azhar'ninki muannasi. Azhar muzakker. Camiatul Azhar deganda bu Azhar muzakker. Yani Nurluq üniversitesi degan. Yani Zahra degan bu yani Nuran degan yani husn jamal degan bo'ldi. Zahra degan bu ma'noda bo'lishi mumkin. Şu Zahratud dunya husnuha ve jamaluha ve bahauha. Zahratud dunya. Zahrawayn deb ikki sura munda ataldi. Şuna Zuhra deymiz go? Zuhra va Asmondagi. Zuhra nima uchun Zuhra deyishna? Nurliq aşı ko'rilib turgan, nur chechib turganlik. Endi bu ikki sura nima uchun Zahrawayn deb ataldi? Yani hadisda Iqra'uz Zahrawayn al-Baqara va surat Al-Imron. Nima uchun Zahrawayn deb atalishga? Bu nur bilan nima munosabati bormi? Ikki sura Zahrawayn. Aşırı bir çeşit tarafı var. İki sürüne, için Zahrawayn deb atıda ise nurani iki süre. Nima uchun? Bunun da en muhim asaslı akide, hidayetinin nimaları şeriat ko'rsatmalarini shuni kelgan. Shuna nur chechib turgan, nur hammayani qaplab turgan sura degandek bunda atalgan. Bu ikki suraning fazilati yuqori bo'lganlikdan. Endi bu muttaqin degan so'zni bundalam anaqa qisqartib uzun gapni qilmayman, qancha muttaqinni qancha boshlama ekaldi-ku. Başlam ekilişe bu bir alaydı ekan. Muttaqiyliğe nisbeten alaydık dedim. Bu iki muhim sırrının birincisine başlayan muttaqi degan so'zni ekeldi. Degan taqvodarlikning va muttaqi kishilarningki fazilatning ortiqligini ko'rsatdi dedi. Va sinamul Qur'on, demak ular Zahrawaynning ikki Zahrawaynning dastlabkisi. Ondan Qur'onningki lokisi dedi. Xuddi Salisul Haramayn va ulal qiblatayn deymiz bu Masjid Aqsani. Shunga o'xshash أولى الزهراوين وسنام القرآن يعني سورة البقرة سنام القرآن لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة حديث يعني أن شخصة أن جكر فلسة ديجن يا سنام ديجن لوكسر يا مولا demek bir ada alaka أن جكر فلسة demek şey Kur'an'ın luksu mayda bizikri evliya illah demek bu sürüne adır Allah'ın evliyalarını ataplan başlattı mağalaylık var mutlaka diyen sonra kaç ekleşe As-sailin aydan bu da nokta muttaqin bir şey kep kalır. Muttaqin daplan başladı dedi. Udan lil muttaqin Allah'ın evliyaları. Evliya diyen ki "Lezine amenu ve kanu yettakun." Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettakun. Ama iman etip takvadar boğalı şu Allah'ın evliyaları. والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى yani onundan saklandı, kovdaldı, şundan kovdulup kaldı diyen bunda neden çıkan vaqadına fafa'uhu vav müşahede vav fa'ala diyen nemede fa'gudul kıldıgan harf vav şunama ve la muhayya fa'ala diyende müşahede vaqiya diyendek ya kıldı ayağda vaqa diyendek ve idâ beneyte min zâlike ifta'ala yani bunundan sen ifta'ala vezninde bir siği çıkarıp kalsan qallabtal vava ta'an vavni ta'ga o'zgartirsa va qad yani ki vavni ta'ga o'zgartirsa va adghamtaha fi ta'al ukhra fa qulta ittaqa bu asaribda buni operatsiya qilib
asli irtaqati andan manda oldu bunu nima tag o'zgartirib atdik andan bu tani tag idg'om qilib atdik deb butun jarayonni bayon qildi. Vel viqayatu fartu siyana. Viqay degan nima? Bak favqulodda to'liq qo'dinish degan buni. Saqlanish. Va fi shariati man yaqi nafsahu taati ma yastahiqqu bihi al-uquba. Jazoga uchrab qolgan ishni qilmagan kishi shu taqvodar degan. Min fi'lin aw tark. Ya bir qilish qilmaslik, bir ishni qilish orqali jazoga uchraydigan bo'lsa, u ishni qilmaydi. Qilmasang jazoga uchraysa, namoz o'qimasang degandek u ishni qiladi. Bunda adam taqvodar bo'ldi. Bunda qilishning o'zi taqvodarlik qildi. Do'zaxning o'tida o'zini saqlash iborat. Taat degan shug'ullanish, qilish. Bir ishni qildigan chaqda, Alloh taolo to'sqan buni. Alloh taoloning jazosiga uchrab qolmagan. Jim to'ssa taqvodarlik qildi. Viqoya saqlanish degan mishada. Siyani shu viqoyani sharlati lazım. Albatta shu mazmunda gapindaydi. Boshqa gap qo'shilmaymiz. Favqulodda qo'dinish, saqlanish degan bu. Hudan ve mahallu hudan. Hudanninki o'rni nima? Marfu mishada. Leno xabar mubtada mahzuf. Hudan lil muttaqin. Yani xudda huwa hudan degandek. Masalan. Aw xabar ma la rayba fi. La rayba fi bilan xabar ism bo'ldi deydi. Nimaning xabari? Zalikaning. Lidalika. Zalikaning xabari. İkisi birleşip la rayba fi bilan xabar oldu. Aw nasb alal hal ma'alha fi fihi. Fihi degan damirdan hal desek mi bo'ldi deydi. Fihi degan ash kitob, shu kitob adi. Fihi deganda uningda dedi. Uningda degan u ashar kitob nima hidoyat. Vallazi huwa arsakhu urfan fil balagh. Endi bu 3-4 xil i'rob qilish usulini deb baxti. Niyada birisini tarjih qilishi mumkin. Vallazi huwa arsakhu urfan fil balagh. Endi balag'atda bakrak mustahkam o'rnagan usul qaysi desa, an yuqala inna qawlahu ma so'zni bunda deb baxsak bu dal tushdi balog'atga. Alif lam mim jumla bir asya. Alif lam o'zaldi bir jumla. Aw taifa min hurufil mu'jam mustaqillatun bi nafsiha. Yoki bu harfdan iborat ama bu o'zaldi bir harf bu boshqa aralashtirmaymizmi boshqa chetishlik yo'q. Va zalikal kitob jumla thaniya. Zalikal kitob degan jumlami ayrim bir jumla o'zaldiga. La rayba fihi ayrim bir jumla. Udal muttaqin 4-bir jumla. Manda desak bu balag'atdan ustun chiqadi deydi. Hudan deb asli tanvillik o'qildi-ku, tanzirlik o'qildi. Bu taqdirin deymiz, rafilik va taqdiran mahallan rafi. Bu mabni. Mabni bo'lgan bilan, lekin fi mahall raf deydi. Va qad usiba bi tartibiha mifsalul balagha. Bu yerda nima demoqchi? Ma so'zning fayzligidan hozir ayrım-ayrımında 4 cümle hata tuzatdık o. Bunun feyzlikinden balağatının kule paleci olarak kaldı dedi. Tutması olarak etti. Yani bunu vakti saldığı balağat dedi. Mifsal diye aslında bir şey kule demek şey. Demek bunun aldığı balağat azı paleciden bulak etti. Demek ma ne hata tuzattı dedi. Bu adette ma balağat mısın bunda tuzuş yok olsun. حيث جاء بها متناسقة هكذا من غير حرفات. حرفات işletmey, tutnaşına birbiriga mas qildigan holatda, maslashchan holatda ekeldi deydi. Va zalika limajiha mutaakhiyatan akhdan ba'daha bi'unq ba'd. Chunki bu to'rtanda atf qilmasmi, bir-birine bo'ynidan giralashgandek, bir-birini qo'lini tutishgan holatda bunda tutishib keldi bu. Uzuk emas. Mutaakhiyat qarindosh, akufidek. Fathaniyatu muttahidatun bil ula mu'taniqatun laha. Demek ikincisi birincisi bilan bir mazmunda. İkisi bir gap deydi. Uni shu bo'yindan bunda quchoqlagan holatda keldi deydi. Alif lam mim zalikal kitob. İkisi birga masura, Qur'on demoqchi. Va halum majarran. Oxir qadar bunda deb mansam bo'ldi. Ila thalitha va rabi'a. 3-4-inchi qadar. Va bayanu zalika, endi buning bayoni, shu ustunlikning bayoni qanday desa, annahu nabbaha walan aldılan aşo meydan o'qilgan bu so'z, meydan o'qishda ishlatilgan so'z mushu deb bayon qildi dedi. Bir so'zni akab qilgan, 10 oyat akab qilganlar deb meydan o'qidiga. Demak, mushu so'z aşo mo'jiz so'z ekanligiga aldılan bir tanbih berdi. Summa ushira ilayhi bi annahu al-kitab al-man'ud bi ghayat al-kamal. Andan u kitobning eng mukammal kitob ekanligiga ishorat qildi dedi.
فكان تقريرا لجهة التحدي أي كامل مكمل كتاب deganlik ishorat mı? Yani bu yani tahaddinin ma'nosini ta'kidladi. Sen buni mumkin emas, bundigini tuzanmaysa, eklanmaysa demoqchi. Tamam? ثم نفى عنه أن تنشبه. Asli bu يتشبث به deydi. Aslidagi nima to'g'ri. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب. تشبث يعني اسلب قلش، إلنب قلش deydi. يتشبث به. اسلب قلش، إلنب قلش. Yani şeknin bir uçumu onun ilinib qolmaydi dedi. Tamam? Yani bu maşı dastlabki ma'noni ta'kidlaydi o. فكان شهادة وتسجيلا بكماله. Demek bunun hammasi ayrı söz. Onun mukamalatga yetgan kitob ekanligini hozir bekitib qo'yatdi deydi. Ham guvohlik beryapti. Li'annahu la kamala akmala mimma lil haqqi wal yaqin. Chunki haq va ashu jazmlashtirilgan haqiqatdan boshqa unda eng mukammal haq yo'q deydi. Wala naqsa anqas mimma lil batil va shubha. Batil va gumonga qarta kam tukogandek, shu narsalarni kam tukogandek unda bir kam narsa yo'q deydi. Wa qila li alimin. Bir olimga unda deyilibdi. Fima laddatik. Sen lezzetin nimada? Nimada huzurlansan? Qala fi hujjatin tatabakhtaru ittidahan. Bir paket, bir delil, iliq ulab rasmi shunda kuranglab kessa deydi. Delil paket bo'lgancha rasmi o'rlab kezganmi? Munda bo'lib kessa va fi shubhatin tatadaalu iftidahan. Bir shubha, bir delilga qarta hamda bir gumon yoki ta'ni qilingan bir nima bo'lib qolsa, bu rasvo bo'lib, mat qilinib, bu rasvo bo'lib yo'qolsa, men shunda lazzatayman. Tatadaal yo'qildi, xarlandi, tugilib qoldi degan. Rasvo bo'lib, tugilib ketadigan bir shubhada deydi. Summa akhbara anhu bi annahu hudan lil muttaqin. Andan uning muttaqiliga hidoyat deb xabar qildi. Faqarrar bidalik kawnuhu yaqinan la yahumu shak hawlahu. Uning haqiqiy jazmlashtirilgan haqiqat ekanligini muayyanlashtirib, uningga shak degan narsa yaqin yo'lamaydi deb muayyanlashtirdi. Va haqqan la yatil batil min bayni yadayhi wa lam. Oldidan yakayindan bir nahaqlik, yalg'a yapadak bir narsa yaqin yo'lamaydigan bir haqiqat haq ekanligini muayyanlashtirdi. ثم لم تخلو كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق مشندا شرايلق yarışımlıq tertiplengenden keyin bu to'rt jumlaning har biri manda nimadan xoli bo'lmadi dedi. Va nuzimat hada nazmu ar-rashiq. Yani bu tekshi chiroyliq degan rashiq. Aniq degan shu yarışımlıq chiroyliq degan. Min nuktatin. O'sha nukta degan mo'l mazmunliq bir narsadan xoli bo'lmadi demoqchi mishada. Bir foydadan yoki foydadan xoli bo'lmadi. Zat-u jazala. Nokta degan bir chikit qo'yindi. Bunda nokta chikitdan xoli bo'ladi. Foydaliq nuqtalardan desak bo'ladi. Jazala degan jazl degan mazmuni mo'l, boy. Jazalatul lafz deymiz-ku. Ya'ni mo'l mazmunliq nuqtalardan xoli bo'lmadi deyani. Har biri. Masalan, birinchisida al-hazf, birinchisida qisqartirish bor, nima? Va ramzu ilal matlub bi altaf wajhin. Va maqsad qilingan narsaga bunda ishorat qo'yish. Ramazga ishorat qilish yoki simvollashtirdi hozir. Simbol. Alif lam mim xuddi BBC degandek. Bu ramzdir. Bi altabi wajhin va fi thaniyati ma fi at-ta'rif min al-fahm. Demak, birinchisi alif lam mim degan bir xil maqsadga bunda ishorat qilib qo'ydi. Ham qisqartirdi jiq narsani. Bular mubtadani qisqartirdi deylar. Bi altabi wajhin. Muloyim shaklda, chantomay, siliq shaklda ishorat qildi. Qo'pollik bilan emas demoqchi. Va fi thaniyati ma fi at-ta'rif min al-fakhama. İkincisida al-kitab. Shu mana haqiqiy mukammal kitob jumama degan bunda. Da ulug'lashtirdi deylar, ta'zim. Va fi thalithati ma fi taqdim ar-rayb ala zarf. Fihi raybun demay, rayba fihi dedi. Va ilgari keyin qilishdimi? Bu yerda mo'l mazmunni ifodaladi. To'rtinchisida al-hazf. Hudan lil muttaqin dedi. Yani bu hudanni xabar mubtada mahzuf degan tuqqo. Yani xuddamda huwa hudan degandek, yakfi hudan degandek bunda bir mubtadani ilib tashlatish bor. Va wad'al masdar allazi huwa hudan mawda'al wasf allazi huwa hadin. Sifatning o'rnida masdarni qo'ydi deydi. Asli hidoyatga boshlovchi demakchi mazmuni. Bu kitob hidoyatga boshlagan, muttaqilarni hidoyatga boshlovchi kitobdir demakchi. Lekin biz nima zo'qqa o'tganki ba'zilardan bir xil iddaoyim. Bu hidoyat boshlovchi, mana emas, hidoyatning o'zi mushari. Rajulun adlun deganda. Demak, bu yerda mana wad'al masdar mawdu'at sifa. Bu nimani bildirdi? Bu mana balag'iy nimadan intayin mo'l mazmunliq usul.
Keenne nefsehu hidayet. Xuddi şu kitabın özü hidayet özü şu. Bu hidayetke başlaydigan emas, hidayet özü. Hidayetke başlaydigan bo'lsa, hidayetke başqa narsa. Ma'o hidayetke apırıp qo'ydigan bir yo'l başlangıçıdak. Lekin bu yerda hozir hidayet avo mayol başlagan hidayet özü şu der. Ma mübalağa. Keenne nefsehu hidayet biz anlayın. Hata yazıp var. Köpünçe ma muhakkak to'g'risini ostiga tushirib, xatosini bekitib qo'yibdi. Aslida tahqiq shig'it salohiyati yo'q odam kim bu? Ma binaning ahli emas ekan. Ko'p yerda xato qildi. Va iraduhu munakkaran hudan deganni nakira keldi. Al-huda demay. Fa fi ish'arun bi annahu hudan la yuktanahu kunhu. Bu hudan de shunda bir hidoyat, buning hamda haqiqatan tushunib bo'lmay, uqib bo'lmaydigan shunda bir katta hidoyatlikni bildirdi. Kunhu yani haqiqatuhu. Vel icazu fi zikril muttaqin kema marra. Hem muttaqin demo biz yuqorida aytgandek icaz bor dedi shunama. Yani muttaqi bo'lmoqchi bo'lgan kishilarga unda demoqchi etasizlar. Yani buniki unda muttaqi bo'ldigan yoki muttaqilikka qarab ketayotgan kishilarga nisbatan bu hidoyat yani shunga shu yo'lni men falani bormoqchidim deb manga odamga siz bunda mangizda yo'lni ko'rsatib qo'yishdan iborat degan. Lekin muttaqi deb bilan qisqartirib dedi. Yuktanahu degan dila. Yuktanahu degan haqiqatga yetish. Kunhu degan haqiqatda. Yuktanahu degan shu haqiqatga yetish. La yuktanahu kunhu. Haqiqatan tushunib bo'lmaydigan shunda bir hidoyat bu. Uning chek-chegarasi nereden neyçe bu hidoyat buni uqib bo'lmaysiz. Shunga ma'rifat ekanmay siz tonimaydigan, bo'lmaydigan bir nima demak. El olsa balki toniydigan o'qidan. Ellezina fi mawda raf' aw nasb ala al-madh. Ellezina degan mawda raf' aw nasb. Raf' olsa mubtada yangi boshlanganda bo'lishi ama ya xabar bo'lishi mumkin raf' olsa. Hem nasb olsa ala al-madh deydi. Munda qilganlarni madilayma degan ma'no. Ey humulladina yu'minun. Aşula mana iman etdiganlar mana. Obdan bandilmi shu degan tariq. Ev a'nallazina yu'minun. Yaki men allazina yu'minun demakchi. Humulladina degan mavdu araf. Mavdu rafna. Mavu a'nallazina yu'minun degani bu madh madil demakchi. Ev mubtada va xabaruhu ulaika ala hudan. Yaki bu mubtada allazina yu'minun bu mubtada xabarchi ulaika ala hudan marba keyin kelgan. A cümle onun haberi değil. Ev cer yani yakfi mavda cer demekçe. Mavdan raf, nasb hem de cer. Ala ennehu sıfa lil muttaqin. Lil muttaqin mecrurga onun sıfatı mı mecrur oluş gerekti. Ellezine yu'minun diyen fi mavda cer sıfa lil muttaqin. Ve sıfatun varidatun beyanun ve keşfen lil muttaqin. Demek bu muttaqilarning ahvolini içib birdigan, bayon qilib birdigan bir sifat. Bu qanda muttaqin bu. Muttaqinlik qanda adamlarsa ellezina yu'minuna bil g'aybi annahum mawla min muttaqilar. Yani muttaqinin ta'rif qilib birotadilar. Kaqoliga Zaydun al-faqih al-muhaqqiq. Zayd al-faqih al-muhaqqiq munda olim bu dedinglar. Listimaliha ala ma ussisat alayhi hal muttaqin. Demak bu faqih al-muhaqqiq. Faqihni hozir muhaqqiq deb tushundingmi? Ha, shunga o'xshash. Listimaliha ala ma ussisat alayhi hal muttaqin min al-iman. O'z ichiga olganlikdan deydi. Muttaqilning ahvoli bino qilingan narsa iymonning o'z ichiga olganligini bildirishdir. Va asosul hasanat. Demak bu yaxshiliklarningki o'li shu iymon degan. Xuddi nima badal ijtimoiy degandek ma'no chiqadigan ku. Was-salatu was-sadaqa fahuma ummul ibadatil badaniyyah wal maliyah. Demak bu iymon deganimiz namoz, zakat, allazi yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va yu'tuna az-zakat ikkina keldi. Nima shu desa bu ikkisi badan bilan qildigan va pul sarf qilish orqali qilinadigan ibodatlarning onasi, yani kattasi. Yani asosi. Vel iyaru ala g'ayrima. Iyar. Vel iyar ala g'ayrima. Xatani. Vel iyar ala g'ayrima. Demak, boshqa ibodatlarni, namozlar, zakatdan boshqa ibodatlarni mush ikkisi qarab bunda o'lcham bo'ldi deydi. Bu bir xil o'lcham, bir xil qilib, yani iyar degan qilib o'lcham degan bu. Ala tara anna nabiy sallallohu alayhi vasallam samma salat ibadat-din. Qaramamsan uni. Rasululloh namozni dinning turiki deb atadi. Bu yerda boshqa ibodatlarmi bor buning ichida. Lekin bu yerda intayin ul xarakterlik ibodat bo'lg'achqa. Va ja'alal fasila baynal islam val kufri tarkus salat. Namozni o'qimaslik musulmon bilan kufrning o'rtasidagi fasil tam qilyapti deydi. Al ahdullazi baynana va baynal kufr as-salat. Faman taraka faqad kafar degan. Va samma az-zakata qantaratal islam. Zakatni mana islomning ko'rigi deb atadi. Muhimligidan.
Xuddi bu zakat ba'siniz a tarafga o'talaysiz. Zakatni ba'misini o'tamaysiz degan. Fakana min sha'nima istitba' sayr al-ibadat. Demak, zakat bilan namozni tilga elish bilan boshqa butun ibodatlarni aqidi ba'mish. Ko'z tutilgan deydi. Yani istitba' degan ergashtirish, boshqasini ergashtirishga iborat. Va lidalika ikhtasara al-kalam. Demak, bu hamma namoz, roza, zakat, haj deb bir-birlab sanab, yani boshqa ta'tibatni hammani sanab yursa bu uzrab ketadi. Shu qisqartishdan bunda dedi. Yani istagna an addu ta'at, sanab yurishdan muhtoj bo'lmaylam, qisqartiryapti. Bizikr ma huwa kal unvan. Xuddi uningki unvandek muhim shu vakil xarakterlik nimasini degandeklam kifoya qildi. Ma fihi dalga min al-ifsah an fadl hatayn al-ibadatayn. Yani uningda taqa ishkin tilg'alashda nima bor? Ishki ibodatning fazilatini tushuntirib turdi. Yani bu bir xil. Aw sifa masruda ma'al muttaqin. Sifa masruda degan muttaqin deb bir sifatda. Ondan yani alladina unda yani bir sifatda. Yani unda tizib akragan yani boshqa bir sifatda. Sar degan tizib akrash. Yani al muttaqin deb bir sifatda. Ondan alladina yu'minuna bil g'ayb yani bir sifat. Yani bir sifatda bunda eklatudi deydi. Tufidu bu sifat nimani bildirdi? G'ayra faidataha. Muttaqi degan sifatdan boshqa mazmunni ifodalab sifatlashni paydirdi. Ka qawlika Zaydun al-faqih al-mutakallim al-tabib. Çünkü mutakallim desang bu tabib ma'nosini bildirmaydi. Tabib desang manda sifatim bor ekan deb bildirdi. Hamda muttaqi deganni biz taqvodorlik qilish, saqlanish dedik-ku. Allazina yu'minun deganni manda iymon etilgan manda alalikin bor bo'lgan deb manda. Ve yekunul muradu bil muttaqin ellezine yejtenibuna sayyiat. Demek bu adam muttaqilardan maksat nima bo'ladi? Sayyiatlardan saqlanadiganlar bo'ldi. Sayyiatlardan saqlanadiganlar bo'ldi. Hamda ellezine yu'minuna bil g'ayb degan bu yani bir sifat. Xuddi sifatini bir-birlab sanayotgandek. Ma muttaqin bir sifat, av bir sifat. Vallahu a'lam.